PSG so'nggi 2 yil davomida nafaqat Fransiyada, balki Yevropada mutlaq hukmronlik qilmoqda. Ammo klubning rejalari endi bundan-da kattaroq. Luis Enrike jamoasi tarixiy natijani takrorlab, ketma-ket 3-marta Chempionlar Ligasida g'olib chiqmoqchi. Real Madrid rekordini takrorlash uchun jamoa qanday tayyorlanmoqda? So'nggi 2 mavsum Chempionlar Ligasi finalidagi yagona o'zgarish darvozada bo'lgan edi. Yangi mavsumda ham Lukas Chevalier Matvey Safonovga ancha jiddiy raqobat ko'rsatadi. Himoyada Ashraf Hakimiy o'ng qanotdagi o'rnini saqlab qoladi. Markazda Marquinhos William Pacho tandemiga Ilya Zabarni va Lukas Beraldo o'rinbosar. Chap qanotda esa Nuno Mendes tiklangunga qadar yangi xarid Luka Din va Luka Hernandez harakatlanib turadi. Jamoaning motor yarim himoyada ham o'zgarish yo'q. O'suvchilik Vitinha, Joao Neves va Fabian Ruiz hamon jamoaning yuragi bo'lib qoladi. Ushbu mavsum Zaire Emery, Senni Mayulu va Dro Fernandes ko'proq daqiqalarga ega bo'lsa kerak. Hujum chizig'ida esa ayrim savollar mavjud. Jamoaning asosiy triosi Desire Doué, Usmon Dembele va Kvicha Kvaratskhelia o'z joyida qoldi. Ammo rotatsiya vakillari Gonzalo Ramos Milanga, Lee Kang-in Atleticoga va Randal Kolo Muani Juventusga pullandi. Buning ustiga Bradley Barcola Liverpooldan deyarli kelishuvga erishib bo'ldi. Eng alamlisi esa jamoa yozdan beri transfer ustida ish olib borayotgan Yan Diamandini Real ilib ketdi. Yo'qotilganlar o'rniga hozircha Monacodan Manus Aklish olib kelindi xolos. Agar Barcola Liverpoolga yo'l oladigan bo'lsa, uning o'rniga winger topish juda qiyin bo'ladi. Balki jamoa APLdan Eli Junior Krupini olib keladi. Har holda u ham fransuz. Hamda Enrique Barcelonadan o'zining kuyov bolasi Ferran Torresni sotib olmoqchi. Jamoa asosiy futbolchilarini saqlab qoldi. Lekin yangi mavsumda ham Yevropa tojini qo'lga kiritish uchun zaxira imkoniyatlari yetarlimikan? Voqealar rivojini birgalikda kuzatishni istasangiz, menga obuna bo'ling.